Abdulhamid Damollam, vatanparvar diniy olim, inqilob yetakchisi, jamoat arbobi Abdulhamid Damollam 1895-yili Qaraqosh noyisining Tankash kentida tug'ilgan. Abdulhamid Damollam bo'yi egiz, chiroyi oq seriq kishi bo'lib, bo'sh vaqtlarda etiz eriq ishlarga yordamlashidi ekan. 1949-yili 10-oyda Sharqi Turkiston kommunist Xitoy tarafidan ishg'ol qilib olindi. Uyg'ur xalqi bu tarixdan boshlab Sharqi Turkistonning har qaysi joylarida mustaqillik uchun tajovuzchi Xitoy hokimiyatiga qarshi orqa-orqadan qurolliq inqilob boshlaydi. Abdulhamid Damollam bo'lsa, tajovuzchi Xitoy hokimiyatiga qarshi Sharqi Turkistonning janubida tunji o'qni otgan. Tashkiliy programmasi bor, plani, maqsadi aniq bo'lgan inqilob rahbaridir. U 1932-yili Qashqardagi xonliq madrasada o'qish bitirib, ya'ni Damollam degan unvon bilan Xotanga qaytib keladi. Bu vaqtda, ya'ni 1932-yili 2-oyning 20-kuni Muhammad Emin Bug'ra, ya'ni 1901-yildan 1965 rahbarligida tajovuzchi Xitoy hokimiyatiga qarshi Qaraqoshda boshlangan milliy ozodlik inqilobi g'alaba qilib, kundan kunga kuchayayotgan vaqt edi. Abdulhamid Damollam vaqt o'tkazmay, savoqdoshlaridan Samat Damollam va Baqi Damollamlar bilan birlikda milliy mustaqillik inqilobiga aktiv qatnashib, islom qo'shinida askar bo'ladi. O 1934-yili Sharq Turkiston inqilobi mag'lub bo'lgandan keyin Xotanga qaytib kelib, mahallasidagi madrasada mudarrislik qiladi. Bu madrasada Qarsoy, Yova tavalligidan va qo'shni yurtlardan kelgan taliblar o'qiydi. 1949-yili 4-oyda Abdulhamid Damollam inisi Muhammad Damollam Xotanning loyiqidan Tursun Damollam qatorliq kishilarni boshlab, shu davrdagi mashhur ishon va diniy o'lima Ayub Qaraxonimning Yakandagi Xongdi madrasasiga boradi. Ayub Qaraxonimning yana bir ismi Ayub Hazrat bo'lib, u 1913-yili Yakanning Xongdi degan yerida tug'ilgan. Sharqiy Turkiston va Hindiston qatorliq joylarda ilm tahsil qilgan. Kommunist Xitoy Sharqiy Turkistonni besib olgandan keyin bu madrasa ustida to'xtalib, Janubiy Shinjongning Yakandagi Xongdi madrasasi yangi Jungo qurilgandan keyingi bo'lgunchilik faoliyatining manbasi. Afat yildizi ham uvusidir. Uni Ayub Qari 1945-yili qurgan deb zarlangan. Abdulhamid Damollam qarmoqqa Ayub Qarimdan dars olganda ko'rinsa-mu, amaliyotda bu mashhur ishon bilan Sharqiy Turkistonga besib kelayotgan kommunist Xitoy armiyasini to'sib, yulduz tam, ya'ni Shingshingshadan o'tkazmaslik. Agar bu plan ishga oshmasa, Muhammad Emin Hazrat chatalda Abdulhamid Damollam vatan ichida fursat kutib turish haqida maslahatlashib 10-oyda Xotanga qaytib keladi. Abdulhamid Damollam Yakanda Ayub Qarimning madrasasida Urumchi, Turpan, Aqsu, Qashqar qatorliq shaharlardan kelgan fikrdoshlari bilan putishgan planga asosan 1950-yildan boshlab qo'shinini ko'paytirish maqsadida talab qilganlarni ishonliqqa qabul qilishga boshlab, ilgari keyin bo'lib Xotan, Lob, Qaraqosh, Guma qatorliq joylarda 15 mingdan ko'proq murt ko'paytirdi. Bulardan boshqa Guma, Chira, Kiriya, Niya qatorliq nahiyalarda 7 tashkilot qurib, ularga ayrim-ayrim holda mas'ul kishilarni tayinlaydi. Abdulhamid Damollam 1952-yili intayin maxfiy holda bir yig'in ochdi. Bu yig'inga Purchaqchidan Maqsud Damollam, Qo'ychidan Barat Damollam, O'richidan Muhammad Damollam, Bashaqchidan Molla Nasir Damollam, Xotandan Abdul Aziz Qarajim, Muhammad Qurban Talpak qatorliq 28 kishi qatnashdi.
Bu yig'inda Abdulhamid Damollam aniq qilib, o'zining Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatini qaytadan qurib chiqish muddaosini o'ttirg'a qo'ydi. Yig'inga qatnashuvchilar bir eg'izdan Abdulhamid Damollamning muddaosini jini bilan qo'llab-quvvatlaydiganligini bildirdi. Abdulhamid Damollam ayni zamondagi diniy olim ham jamoat arbobi bo'lish sifati bilan 1953-yili 9-oyda xalq vakili bo'lib Urumchiga berib Xitoy ochgan qurultayga qatnashdi. U bu fursatdan foydalanib yig'inda uchrashgan va yangi tanishgan vakil fikrdoshlari bilan ko'rishib, ma'lum masalalarda fikr birligiga keldi. Bir mezgildan keyin Abdulhamid Damollamning Urumchi, Aqsu qatorliq joylardagi hamsuhbatdoshlarining inqilobiy faoliyati oshkorlanib qoldi. Shuning bilan uning ismi atalmish o'lkalik jamoat xavfsizligining qo'liga tushib qoldi. Jamoat xavfsizligi nazorati Xotanga xizmat guruhi nomida maxfiy saqchilarni avatib, uni yo'shurun kuzatishga boshlaydi. Shuning bilan birga Abdulhamid Damollamning harakat ahvolidan o'zlariga axborot yetkazish uchun maxsus munofiq g'alchilarni o'rinlashtirdi. Bu jarayonda Abdulhamid Damollam Xitoy hukumatining o'zini nazorat qilayotganligini sezib qoldi. U 1954-yili 6-oyning 24-kunidan e'tiboran o'zini daldiga elib, Qaraqosh va Xotandagi sabdoshlarining uylarida yo'shirinib yashaydi. U bu jarayonda bir uyda 4 kundan ortiq turmaydi. Abdulhamid Damollam 1954-yili 5-oyda tashkilotning g'olliq a'zolarini yig'ib, Islom hukumati ittifoqi komitetini qurib chiqdi. 12-oyning 22-kuni Xotan noyisining Sho'rbag' yezisida o'zi boshchilik qilib, yo'shirin holda Islom hukumati ittifoqi komitetining 3-qatimliq yig'inini ochdi. Bu yig'in 3 kun davomlashdi. Yig'inda Islom davlat qurish qarori ma'qullanib, g'azat orqali Islom davlati qurish programmasi bekitildi. Abdulhamid Damollam Islom hukumati ittifoqi komitetining raisligini, qo'shimcha harbiy nazoratning nozirligini ustiga oldi. Abdulla Qari Damollam muavin raislikka, Panhidin Maqsum harbiy nazoratning muavin nozirligiga, qo'shimcha bosh kotiblikqa tayinlandi. 11 kishi tashqi ishlar nazorati qatorliq 11 nazoratning nozirligiga tayinlandi. Bular aslida 1955-yili bahor bayrami harpa oqshimi qo'zg'alib, Xotandagi qo'zg'alonchilar Sho'ba harbiy rayoniga, Qaraqoshdagi qo'zg'alonchilar 47-polikning 2-rotasiga, ya'ni Qo'ychi yezisiga chegirdosh birli vaqtda hujum qilib, Xotanni ozod qilmoqchi bo'ldi. 1954-yili 12-oyning 27 va 28-kunlari Panhidin Maqsum boshchiligidagi qo'zg'alon rahbarlari tanlangan qo'zg'alonchilardan 200 dan ko'p kishini dastlabki qadamda kaltak, to'qmoq qatorliq qurollar bilan qurollantirdi. Ammo qo'zg'alon plani 12-oyning 31-kuni dushman tarafidan sezilib qoldi. Bu ahvoldan xabar topgan Abdulhamid Damollam darhol holatga kelib, Islom hukumati ittifoqi komitetining yig'inini ochib, navbatdagi vaziyat haqida jiddiy muzokara olib bordi. Muzokarada Panhidin Maqsum, ya'ni dushman qo'l silishdan burun vaqtni ilgir surib, darhol holatga o'tayli, deb fikr berdi. Abdulhamid Damollam bu fikrga qo'shildi. Shunda qilib, qo'zg'alon vaqti shu kuni, ya'ni 12-oyning 31-kuni kech vaqti qilib bekitildi. Abdulhamid Damollam bilan Panhidin Maqsumning g'olliq fidoyilari Qaraqoshning Yava, Qarasay, Purchaqchi, Qo'ychi, Tövan, Xotanning Xoneriq, Tusulla, Layqa qatorliq joylaridan tashkillangan bo'lib, 300 dan ko'proq fidoyilardan tashkillangan edi. Abdulhamid Damollam Xotan Naye Baziri, Niye, Qog'liq, Yakan, Qashqar qatorliq Naye shaharlarga maxsus odam mangdirish bilan birga kaltak cho'moqlar bilan qurollangan inqilobchilarga o'zi rahbarlik qilib,
Belgilengan vaqtda Atchoy turmasiga bostirib kelib, zamonaviy qurollar bilan qurollangan Xitoy askarlariga hujum qiladi. Qo'zg'olonchilar Xitoy askar boshliqlaridan bir yetakchi, bir 15 va 7 askarni o'ldirib, qisman qurolga ega bo'ladi. Turma darvozasini chiqib kirib, turmadagi mahbuslarga "Sizlar ozod bo'ldinglar. Bizga qo'shilsanglarmi yoki uyinglarga qaytib ketsanglarmi bo'ladi" deydi. Nurg'un mahbuslar o'zlarini jangga ataydi. Dal bu vaqtda Xitoyning yordamga avatgan askarlari yetib keladi. Buni ko'rib, qo'rqqandan bulung pishqoqlarga yo'shirinib olgan Xitoy askarlariga jon kirib, taraf-tarafdan qo'zg'olonchilarga o'q yog'dirishga boshlaydi. Abdulhamid Damollam boshchiligidagi inqilobchilar dushmandan g'animat olgan bir qancha dona qurolga tayinib, toki sahar vaqtigacha boturlik bilan urush qiladi. Bu urushda Abdulhamid Damollamning aksi Ahmad Axun, Qo'ychi yezisidan Muhammad Niyoz qatorliq inqilob yetakchilari shahid bo'ladi. Ko'plagan inqilobchilar yaralanadi. 42 kishi asirga tushadi. İnqilab ilgari keyin bo'lib 3 kun davomlashib, natijasiz oxirlashadi. Abdulhamid Damollam Xitoy askarlarining qo'rshovidan bo'sib chiqib, Ko'llak kentidagi Sopi Qosim Axunimning uyida yo'shirinadi. İnqilab mag'lub bo'lgandan keyin g'aljirlashgan Xitoy askarlari oylarcha davom qilgan o'ch elish xarakterlik terrorlik harakati elib berib, uyma-uy bo'sib kirib, yuzlarcha gunohsiz xalqni tutqun qiladi. Xitoy hukumati inqilob rahbari Abdulhamid Damollamni tutish uchun nihoyat qattiq aqtirish elib bordi. Shuning uchun u oshkorinib qilishdan ansirab, Tankesh kentidagi Murti Rajab Axunning uyiga kelib panohlanadi. Rajab Axun uni yo'shirish uchun eg'ilg'i gami qo'lab, ustini taxtay bilan yepib, o'qur yasab, gami ishkini o'qurning tigiga to'g'rilaydi. Abdulhamid Damollam shunday qilib 4 yil bo'yicha yer ostida yo'shirinib yashashga majbur bo'ladi. Abdulhamid Damollam zehni ochiq, irodalik, umidvor, vatanparvar bir diniy olim edi. U garchi gami ichida yo'shirinib yashashga majbur bo'lsa-mu, bu jarayonda qilchimi umidsizlanmaydi. Sharqiy Turkiston davlatini Xitoyning mustamlikasidan qutuldirish uchun tinim topmay kurash qiladi. U shu gami ichida turib 1956-yili 2-oyning 19-kuni va 3-oyning 11-kuni Baqi Damollam rahbarligida, 1956-yili 5-oyning 4-kuni Lopluq Abduqodir Qari, Chirliq Abaydulla Qari rahbarligida, 1957-yili 4-oyning 17-kuni Xalchixon rahbarligida elib berilgan ko'p qitimliq inqiloblarga rahbarlik qiladi. Shuning uchun 1954-yildan 1957-yilgacha Abdulhamid Damollam rahbarlik qilgan inqilob tarixda Xotan inqilobi deb ataladi. 1949-yili Sharq Turkiston munqariz qilingandan keyin kunimizgacha bo'lgan 67 yil ichida Uyg'ur xalqi Xitoylarga qarshi ko'p qitim qurolliq inqilob harakati elib bordi. 1954-yili 12-oyning 31-kuni Abdulhamid Damollam rahbarligida elib berilgan inqilob ana shu inqiloblardan biri va Sharqi Turkistonning janubida elib berilgan birinchi qitimliq inqilob edi. U yillarda Uyg'ur xalqi mustamlikchi Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarning yiltizini quritish uchun maqsadlik boshlagan ijara kamaytish, zo'migarlarga qarshi turish, yer islohoti qatorliq harakatlarning zarbisida o'z halakchiligi bilan qolgan edi. Abdulhamid Damollam yana shundaq intayin og'ir vaziyat, foydasiz sharoitdimi ko'krak kerib o'ttirg'i chiqib, Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun kommunist Xitoydan iborat tajovuzchilarga kuchining yetishicha qarshi turib, tajovuzchi Xitoylarni og'ir darajada parakanda qilib o'tdi. Xitoylar Abdulhamid Damollamni 4 yil bo'yicha qattiq izlab, 1959-yilining 5-ida Rajab Axunni tutqun qiladi.
Shuningdan keyin odamlar emas, balki hayvonnimi zuvonga keltiradigan fashist Xitoy hokimiyati Rajab Oxunni necha oy bo'yicha qattiq qiyin qistoqqa ilib, uni 4-oyda Qarqash noyilik siyosiy maktabdagi kursda Abdulhamid Damollamning yoshiringan yerini oshkorlashga majbur qiladi. Natijada shu kechasi necha yuz Xitoy askari va shu joydagi Qizil bayroq yeyisining boshlig'i qatorliqlar Abdulhamid Damollamni yoshiringan yeridan tutib chiqib turmaga tashlaydi. Xitoy hukumati Abdulhamid Damollamni turmada 4 yil bo'yicha inson qalbidan chiqqan vahshiylik bilan talay qatim qattiq qiynagan bo'lsa-mu, uni bosh agdirolmaydi. Mustaqillik davosidan voz kechtirolmaydi. Vatanparvar diniy olim, inqilob yetakchisi, jamoat arbobi Abdulhamid Damollam Xitoy hukumati tarafidan o'lim jazosiga hukm qilinib, 1962-yili 4-oyning 1-kuni, ya'ni yakshanba, minglagan xalq oldida miltiq bilan etib shahid qilinadi. Marhum Abdulhamid Damollam bu vaqtda 67 yoshda edi.